Kelajakda nimalar bo'ladi, shunga qarab ketyapti. Ochki bo'ladi. Do'p realность bilan quloqqa naushnik tiqiladi. Xitoy sizga xitoycha gapiradi. Uni gapini naushnik orqali tikka o'zbekcha eshitasiz, ochkisi o'zbek tiliga og'zini moslab. Bu narsa bo'ladi. Aniq. Bu narsa bo'lar ekan. Demak, men ingliz tilini o'rganishim kerak emasmi degani yo'q unaqa emas. Ingliz tilini o'rganish. Sapir-Whorf nazariyasi degan nazariya bor. Har qanaqa til fikrlashni o'zgartiradi va fikrlashga eng katta ta'sir qiluvchi til bu ingliz tili. Xususan, men bu narsani nimaga aytyapman? Dunyodagi hamma yangiliklar, AGI, AI, yana bir narsalar va hokazolar, hamma terminlar, atamalar polностью ingliz tilida chiqadi. Polностью tam 3000 ga yaqin til bor deylik. Undan bir ikkitasi ishlatiladi hozirgi kunda. Ingliz tilining o'ziga 55% yangilik to'g'ri keladi. Bitta til qo'y hamma narsani bosib tashlaydi. Gar shunaqa ekan ingliz tilini o'rganish kerak. Bu yana bitta masala. Ikkinchi logika nima uchun bu mantiqiy? Balki men aytgan narsa bo'lmas. Tushunasizmi? Ya'ni bunaqa o'xshaydi, ishlatilmagan diplomga o'xshaydi. Diplom turib ishlatilmagani yaxshiroqmi? Diplom kerak bo'lib qolganda yo'q bo'lishi yaxshiroqmi? Tushundingizmi? Mana shu narsani fahm qila olsangiz, tushunasizki, demak, men ingliz tilini o'rganishim kerak ekan, men ingliz tilini o'rganaman va ingliz tili menga yordam beradi.